Bugün mana ikki og'iz aytadigan gapni boshlagan. Assalomu alaykum jigarlar. Kecha bu videoda Yulduzxonni hech kim urishganlari yo'q. Prosta kelgan mehmonlar ham san'atkorni hurmat qilish kerak, jonli ijro qadriga yetish kerak. Videoning davomini ko'ringlar. Endi gapga quloq solasizlar. Rahmat katta. Tugatmayapman. Aytadigan gapim yo'q, tugatmayapman. Yotib qolaman debdi. Rahmat. Juda ham o'xshatganmiz. Azlarimiz muhabbat qo'shig'ini, muhabbat qo'shig'ini. Bugun mana ikki og'iz aytadigan gapni boshlagan. Hammalarga, qadamlarga hasanat aytmoqchiman. Har kuni aytyapman, Alloh oxirigacha mana shunaqangi go'zal qilib erkaklar qilib olingirsizlar. Amin. Farzandlarimiz topib tutib nafaqat konsertga bilet olib bersin, mashinalar olib bersin, uylar olib bersin, erkalatib eng kami yelkasida olib yursin. Amin deylar. Mana shu yerda necha hajga borgan, necha umraga borgan, 5 vaqt kanda qilmaydigan, Allohga yaqinlashib qolgani ham ko'p. Jaqchayib o'tiribsizlar, turdilar, so'ramasang senga qatdan beradi. So'ramasang qo'shiniga bermaydi. O'tiraversan qattiqlarning ustida. Shuning uchun berganga ham duo qilish kerak. Bolalarimizni biriga menga tuman bersin deb aytib berganlarga. Endi nafaqat konsertda bitta masqozi boshqa ilhom kelib qolsa ikkita ham qo'shib oladi. Endi Alloh chaqirsa Baytullohda haj umralarni ham diydor ko'rishaylik. Hayoqmay yursin. Xudo xolasa eng keragi yana shu paytgacha hech kim kasal bo'lmay, joni og'rimay, sog' salomat bo'lib ko'rishaylik. Inshaalloh o'lmaydi. Shamodat akajon, bu pasport ko'rsatish nima? Aytyapman, mana tojikcha aytdimmi? Sog' bo'linglar. Ana endi